Andijon shaharda tikiladigan gul nusxasi bu. Mana shu do'ppilar onalarimiz tayyorlagan do'ppilar. Bular 50-60 yilga boradi bular. Ana bular 75-85-yillarda o'rtasida tayyorlangan. Bularning materiali, ipagi hammasi qo'lda tayyorlangan. Ismim Abdullayev Rejabboy. Andijon viloyati Shahrixon tumanida tug'ilganman. Hozirda Andijon shahrida yashaymiz. Bu do'ppichilik men 3-avlod hisoblanaman. Mana hozir 40 yilni buyog'iga oilaviy o'zimiz shu kasb bilan shug'ullanamiz. Do'ppi o'zbek millatining asosiy bosh kiyimi hisoblanadi. Hamma viloyatlarimiz o'ziga yarasha o'zini do'ppisi bor. Andijonda Andijon do'ppi, Namanganda Namangan chust do'ppisi, Farg'onada Marg'ilon, Qo'qon do'ppisi, Toshkentda Toshkent do'ppisi, Surxondaryoda Boysun do'ppi deydi. Qashqadaryoning Shahrisabz do'ppisi bor. Buxoroning G'ijduvon do'ppisi bor. Endi asosan hozirgi kunlarda bular saralanib faqat Toshkent, Farg'ona, Namangan viloyati o'zini do'ppisini kiysa, bu bizning qo'limizda turgan Andijon do'ppisini butun O'zbekiston Respublikasini hamma viloyatlarida 80-90% gacha urf bo'lgan shu Andijon do'ppisi hisoblanadi. Mana shu do'ppilar onalarimiz tayyorlagan do'ppilar. Andijon viloyatida 60-70-yillarda kiyilgan. Mana shu do'ppilar Andijon do'ppisi hisoblangan. Bundan bular 50-60 yilga boradi bular. Ana bular 75-85-yillarda o'rtasida tayyorlangan. Bularning materiali, ipagi hammasi qo'lda tayyorlangan. Jiyaklari, tikilishi shu 75-85-yillarda tayyorlab uy muzeyimiz uchun qoldirilgan do'ppilar hisoblanadi bular. Bulardan hozir 7 dona bor. Bular asosan Andijon gullar deb hisoblanadi. Tumanlarimiz o'zini gul nusxasi bor. Mana Shahrixon tumanimizda tayyorlanadigan, tikiladigan gullar. Manasi injiq nusxa deydi, manasi lo'ya nusxa deydi. Gullarga ham ta'rif berdik. Nima uchun bunaqa gullar shakli? Bu gullarning shakli biz hamma viloyatlarimizda asosan qo'lda tayyorlanadigan do'ppilarni mana bu tepasida qalampir nusxadan ko'chiriladi. Qalampir nusxadan ko'chirilsa, mana bu yerda bitta aylana bo'ladi. Bu quyosh timsoli. Mana bu yerda ba'zilarda nuqta tikiladi. Biz pechak deymiz. Mana do'ppida bor bu narsa, pechak. Bu farzand talab niyatida bo'lgan odamlar mana shu pechakli do'ppini gulini zakaz qilib tiktirib kiyishgan. Endi o'ziga yarasha kuyovlikka, nikoh, oila qurayotganda kiyiladigan alohida kuyov do'ppilar bor. Ularda ham gulini o'ziga yarasha ma'nosi bor. Mana shu nusxa boylik ramzi hisoblanadi. O'ngdan, chapdan, ikki tomondan keladigan boylik deb aytiladi. Bundan tashqari bir xilgi do'ppilarimizni gullarida to'lqin tikiladi. Suv deb aytiladi. Bu suv tinchlik, to'kinlik mazmunida mana shu narsalar tikiladi. Tepada asosan 4 ta gul bir xil bo'ladi. Tizakda 4 tomonida 4 tadan 16 ta gul bo'ladi. Bular faqat 2 xil bo'ladi. Bu ma'nosi asosan ibtido intiho, hayotda boshlanish va tugash. Hamma narsani avvali bor, oxiri bor. Avvali, oxiri. Xuddi shu ma'noda yarim gumbaz shaklida tikiladi. 16 ta guldan iborat bo'ladi. Andijon viloyati bilan Namangan viloyatining do'ppisi o'ta bir-biriga yaqin bo'ladi. Balandligi chuqurroq bo'ladi. Hozirgi kunda shu qancha baland bo'lsa, do'ppini balandligi ko'rkam hisoblanganini hisobiga mana shu
70-80-yillardagi do'ppilar bo'lsa, bularning tayyorgarligi ancha o'rta miyona pastroq bo'lgan. Mana undan keyin bu mustaqillikdan keyin 2010-yillardagi do'ppilarimiz bular o'rtacha balandlikda bo'lgan. Mana bular endi hozirgi kunda 2010-yillardan boshlab chuqurroq do'ppi talab bo'lyapti. Bularni chuqurroq bo'lishiga sabab ko'rinishi ko'rkamroq turadi. Ayaz do'ppilar boshni tezroq tellatsa, bu chuqur bo'lishiga sabab ichiga yelim surkalgani uchun chuqurroq do'ppida havo sal ko'proq bo'ladi, boshni terlash kamroq bo'ladi. Shuni hisobiga do'ppi chuqurroq degan talabimiz hozirgi kunda ko'paygan. Endi mana shu gulimizni tepa qismi 3 ta qismdan iborat bo'ladi. Tepa qism mana kizagi, mana bunisi jiyak deyiladi. Mana shu jiyak qo'yiladi kizakka. Mana shu uchovi birga bo'lgandan keyin mana bu holatga kelib do'ppi bo'ladi. Endi buni tayyorlanish jarayoni mana do'ppini tepa bilan kizagi bo'lsa, mana bu qoviladi, tepchiladi deydi do'ppichilarning tilida, do'ppidozlar tepchiymiz deydi. Mana shu qo'lda tepchiladi. Tepa bilan astarda lasini ikkalasiga bir-biriga qovigandan keyin pilta uriladi. Qog'ozni lenta qilib kesibdi, har bitta orasiga bittadan pilt urib chiqiladi. Bu tayyor bo'ladi. Kizagimizga ham tepchiladi. Mana bu holatga ikkovi yopishtirilgandan keyin mana bu holatga kelib tepchib piltalanadi. Mana buni ham orasiga har bittasiga sim bilan qog'oz tiqib uriladi. Bu 8 qatordan 12, 13, 14 qatorgacha bo'ladi. Do'ppini razmeriga qarab balandroq, pastroq bo'ladi. Bo'lgandan keyin bu ikkovi jarayon tugagandan keyin ikkalasi mana bu holatga keladi. To'rtta tomonini chiqaramiz, to'rtta tomonini chiqarib turib, undan keyin lekin mashinada bu ustamiz qo'shib beradi. Birinchi mana shu qo'shilgan do'ppini birinchi ishlov berish jarayoni suv sepib turib pichim chiqarilishni boshlanadi, taxlanadi. Buni taxlab pressga qo'yamiz. Mana shu pressga qo'ygan holatda 15 ta, 20 ta gacha bitta pressimizga do'ppi tushadi. Qo'shni respublikalar, Tojikistondan mijozlarimiz keladi doimiy. Qirg'izistondan, Qozog'iston, Turkiston shaharlaridan shulardan kelgan mijozlarimizga ulgurji narxlarda yetkazib beramiz.